Atigandagi kent bozori. Tisorogi bekiti oxirgi bekat edi. U yerda poyezddan tushdik. Poyezdga tushib chiqish nihoyatda qulaylik ekan. Bir bo'lsa bosh bekatdan bilet elib chiqar ekanmiz. Bir bo'lsa poyezdning o'zida bilet og'ilib oladi ekan. Cho'ngroq pulni salsa avtomatik parchalab beradigan mashinami poyezdda tayyor ekan. Qaravasti qiladigan qizil ko'z odamlar yo'q ekan. Jamoatning ko'zimi bir-biriga saqchi ekan. Bir bo'lsa poyezddan tushganda pul to'lashkami bo'ladi ekan. Poyezdga chiqqanimizda ishkinadagi bir qutidan qog'oz oladi ekanmiz. Bu qog'ozga biz chiqqan shu bekatning ismi avtomatik holda besirib chiqadi ekan. Keyin vokzal eg'izidan chiqqanda shu qog'ozni ko'rsatib, shuningga loyiq pul topshiradigan gapkan. Bu ishlarning hammasi kishilardagi ongliqlik, ijtimoiy axloq va avtomatlashishdagi qulayliklar orqali ravon ham oson ijro bo'ladi ekan. Tisorogidagi bekat kichik bir bekat edi. Bekatning oldida avtobus bekati bor bo'lib, ayolim o'qiydigan maktabga boradigan men bosma moshiyatni mangadi ekan. Ayolim yaqin yerdala Let's deydigan bir magazinning borligini, shu yerdan ko'ktat, meva-chi va yemak-ichmak og'ash ketishimiz kerakligini aytdi. Biz shu yoqqa qarab mangdik. Tisorogi zish o'ylardan tashkil topgan bir kent ekan. O'ylar bir-biri bilan tutishib ketgan bo'lib, hammasi degidek ikki qavatdan ekan. Kentning ichidan bir o'stan kesib o'tadi ekan. O'stanning suyi so'p-suzuk, ichi betondan qo'pirilgan. Qasnoqlari bo'yidagi tor yo'l sement yoki asfalt. O'stanning ichidagi betonlar muxtin ko'kirib ketgan. Dal-daraxtlarning soyasi o'stan suyida chayqalib turadi. O'stan salosollari atiganlik kunning nurida paqirab turadi. Qatnash o'tib turadigan ko'cha tor bo'lib, faqat ikki mashina yondisholig'ida ekan. Yo'l bo'yida tutash uylar bor bo'lib, xom kesak yoki pishiq kesaklardan qo'pirilgan uylarni ko'rgili bo'lmaydi. Uylar po'lat to'riklardan ko'tirma qilinib, har xil sun'iy materiallardan yepishtirilgandek qiladi. Uylarning birinchi qavati do'kon yoki mashina to'xtatish maydoni ekan. Satrashxona, oshxona, xususiy doktorxona degandeklarmi birinchi qavatga joylashtiriladi ekan. Uylarning ostida bir ikkidan mashina yaltirab turadi. Ko'chaning ikki qasnaqida piyodalar yo'li yo'q degidek edi. Yomg'ir yeshillarning suyi oqadigan kichik eriqlar temir shodi bilan yepilgan. Ko'p uylarning oldida kichik bog'cha yoki taxt tashlar baldoq shaklda oraliq qoldirib yotqizilgan chimliq bor edi. O'ylisi yo'q uylarning oldidami bir tip daraxt yoki bir qancha tashtak gul bor edi. Yo'l bo'yiga tizilgan tashtaklardagi gullar hüppida echilgan bo'lib, atiganning shamolida mayin yalpinib turibdi. Ko'chalar pokiz, tamaki qoldiqlari, to'zan, chavar chatqal, qog'oz parchalari, shapaq-shaltaq degandek narsalar yo'q. Ko'ch-ko'ylar, o'yla aramlar, pashtoq va bo'sog'ilar ba'ayni ko'ngil qo'yib yuvgandek toza. O'ylarning ishikining yeniga uy egasining ism familiyasi va qoro nomeri yozilgan hajmi kitobchilik keladigan taxti esib qo'yilibdi. Velosiped, motosiklet va har xil uy saymonlari ishiksiz, qashosiz ayvonlarda turaveradi ekan. Qasha bo'lgan ahvoldami uning egizligi 1 metrdan oshmaydi ekan. Bu qashalar biraridan mudofiyalanish uchun emas, balki zinnat uchun o'rnatilgan tosillar edi xolos. Qaraganda bu yerning aholilari ko'rgan narsaga o'zini uradigan chaqini o'g'rilarning vahimasidan xoli bo'lsa kerak. Mening Urumchidagi uyim maktab qorosining ichida. Kishilarning yer osti omborga qo'yib qo'ygan ko'rishlari, velosipedlari yo'qib ketadigan ishlarni pat-pat anglab turamiz. Kuz kunlari talog'i yeyib qo'yilgan yesfalak va g'o'l piyozlarning sonidan chataq chiqadi. Bir do'qmishga kelib yo'lni kesib o'tayli deb turganimizda qizil chiroq yinib qoldi. Ayolim meni ko'chadan o'tmay yeshil chiroq yonganga qadar kutib turishga undadi. Men Urumchidagi odatim bo'yicha o'tadigan mashina bo'lmagandan keyin meng'ivamam do'q deb o'ylagan edim. Ko'chada kelayotgan mashinani ko'rgili bo'lmaydi. Qarasam qarshi tarafdagi ikki odamni kutib turibdi. Ayolimning tushuntirishicha, qatnash jiddiy bo'lmaydigan o'shundoq kent bozorida kishilar kechada ko'chani kesib o'tib qolsa-mu, qizil chiroqqa rioya qiladi ekan. Hargiz ko'chani xohlagancha kesib o'tmaydi ekan.
Bizning makonimizda bo'lsa, bunda qiliqlar kishilar masxara qiladigan bir ish. Uning ustiga sen nurg'un tartiblarga rioya qilib beqib, boshqalarning rioya qilmaganini ko'rganingda va kishilarning nazarida ahmoqqa aylanganingda, o'z samimiyligingga javoban erishkining zongliq qilish bo'lganida, tabiiy holda sen qoida tartiblarni hurmat qilmaydigan bo'lasan. Kishilarning tabiiy xulqiga aylanolmagan tartib hargizmi madaniyat bo'lolmaydi. U faqat shuar bo'lish bilan cheklanib qoladi. Men shu vaqtda xijolatlik bir ishdan soqit bo'lib qolganimga xo'sh bo'ldim. Oxir yeshil chiroq yonqanda ko'chadan kesib o'tib, Lets magazinining oldiga bordik. Vaqt texi baldur bo'lg'ashqa, magazin ochilmabdi. Yana 2 soatga yaqin saqlash kerak ekan. Biz maktabga berib yotoqda ozroq orom elib yana kammakchi bo'ldik-da, maktabning minbosi to'xtaydigan bekatga qarab mangdik. Letsning udul tarafida bir mashina to'xtatish maydoni bor ekan. Biz u yerdan o'tib bir tor ko'chaga kirdik. Bu ko'cha qatnash ko'chasiga tutishidi ekan. Ko'cha eg'izdida bekat bor ekan. Hayronmanki, shuncha zish o'yla o'rin olgan kent bozorida odam yo'q hisobda edi. Kent go'yo rivoyatlardagi odamsiz shaharga o'xshab qolgan edi. Tun nisbigacha oldirash o'tgan kishilar saharning quchiqida uxlayotgan bo'lsa kerak. Bekat taxtasiga minbosning keladigan vaqti yezib qo'yilgan. Har bir qitimliq qatnashning qarali, soat va minutgacha aniq edi. Kishilar ana shu paytga ulgurib bekatga kelib turishi kerak ekan. Demak, vaqt tartiblashtirilgan bo'lib, vaqt odamlarning xohishiga emas, balki odamlar vaqtga bo'ysunishi kerak edi. Navbatdagi minbosning kelishiga biroz vaqt bor edi. Ko'chada ayol ikkimizla turardik. Minbos oxiri yetib keldi. Uning yetib kelgan vaqti taxtada askartilgan vaqt bilan dab-mudal chiqdi. Minbosga ayolim boshda chiqdi. U shoferlar bilan bir nimalarni deyishib salomlashdi. Men shu taqlidda salomlashdim. Qoida bo'yicha yo'lovchi "Atiganligingiz xayrlik bo'lsin, sizni avara qiladigan bo'ldim" deydi ekan. Shoferimiz salom berib, "Qani marhamat" deydi ekan. Minbos ayolim o'qiydigan maktabning qatnash shirkatiga qilgan havolasi bilan Tsorogi poyezd bekiti bilan maktab oraliqida maxsus qatnaydi ekan. Odatdagi kunlarda kuniga 16 soat, dam olish kunlarida bo'lsa 10 soat o'pchorasida qatnaydi ekan. Ishqa chiqish ham ishdan tushish vaqtlarida qatnash qitimi zishroq bo'ladi ekan. Qatnash haqsiz bo'lib, qatnashning haqqini maktab ustiga oladi ekan. Maktab qatnash shirkatiga yiliga 14 million yen pul to'laydi ekan. Minbosga mazkur maktab o'quvchilaridan boshqa atrofdagi kishilar chiqib olsa-mu, shofer uni surishtirib yurmaydi ekan. Faqat har bir bekatdan chiqqan odamlarning sonini xotirlab oladi ekan. Bu faqat kishilarning minbosga chiqish ahvolini egilash uchun ekan. Bizdek mashinasi yo'q o'quvchilar minbosga o'ltirib Tsorogi bozoridagi magazinlarga berib turmush lozimatliklarini setib oladi ekan, poyezd bekatlariga berib oladi ekan. Agar biri bekat yo'q yerda turib qo'l pulanglasa, minbos to'xtamay o'tib ketadi ekan. Kishilar faqat belgilangan bekatda turishi kerak ekan. Odatda maktab bilan poyezd bekatining oraliqi bir qadar yiroq bo'lgan har qanday rayonda maktab tarafidan selingan maxsus qatnash vositalari bo'ladi ekan. Zavod korxonalarmi shunday qiladi ekan. Odatda nurg'un kishilarning xususiy mashinasi bo'lg'achqa minbosda o'ltiradiganlar ancha ko'p bo'lmaydi ekan. Bizda o'lim yetim bo'lsa, mashina chiqarib berolmaydigan idoralar mashinasi bor bo'lsa-mu chiqarishni xohlamaydigan odamlar xeyli bor. Mashina chiqargan holatdami xeyli ko'p avara bo'lib, ularga kuchiklanishga to'g'ri keladi. Bir chaqlarda uy ko'chadigan bo'lib qolib, mashina topilmay saq 3 kun qatirib yurgan edim. Biz o'ltirgan minbos o'ylar orasidagi ko'chadan chiqib, suyi ulug' bir o'stangning ko'vrikidan o'tdi. Bu o'stangmi daraxt bilan qoplangan bo'lib, suyi sup-susuq edi. O'stangning bu tarafi cho'ng yo'l. Cho'ng yo'lning u tarafida bo'lsa daryo bor edi. Bu Tedori daryosi deb ataladi ekan. Daryoning eni xeyli keng bo'lib, suv yalab siliqlashib ketgan xoda tashlar cho'qchib ko'rinib turadi ekan. Bugun suv uncha ko'p emas edi. Yomg'ir yoqqan kunlarda suv ulg'uyib qoladi ekan. Daryoning ko'vrigidan o'tib ikki tarafida etizbor yo'lga chiqdik. Atrofda yeşillik, atrofda gul. Miyataki kentiga borganda maktabga qarab buriladi ekanmiz.
Minboz yap-yeşil qarag'ay bilan qoplangan tog' tarafga buraldi. Yo'lning ikki tarafida piyodalar yo'li. Hamma yoq gul. Tik o'sgan qarag'aylar tog' bag'rini bo'ylab zish o'rin elishgan. Yer yuzi yeşil ko'katlar bilan yeyilib ko'gilib bo'lmas bo'lib ketgan. Yo'lda mashinadan boshqa narsa ko'rinmaydi. Piyoda yurgan odamlarmi yo'q. Bundaq xilvat tog' orasida maktab nima qilsin degisi keladi odamning. Yilonbog'ri yo'lni bo'ylab ozroq mong'andan keyin onda-munda binolar ko'rinishga boshladi. Ayol o'tmayla sanjoq binolar o'rdishib ketgan bir do'nglikka kelib qoldik. Ayolim ana men o'qiydigan maktab deb ko'rsatdi. Kulrang chaqchuq chaplangan hashamatlik egiz binolar ezitqu shahardaklar ko'z oldimizda gavdilanishga boshladi.